Jigar zo'r ketyapsiz. Rostdan ham mazza qilyapmiz. Qarshida Buffalo degan restoran bor ekan. Shuni ham bir ko'rsatib qo'ying, xalq mazza qilsin. Bo'ldi akam, siz aytasiz, men yo'q deymanmi? Ichkariga kirgan paytim ko'zga birinchi tashlangan narsa bu yerning tartibi va yoqimli atmosferasi bo'ldi. Bemalol joylashib olib, zakaslarimni birin-ketin aytdim. Shu orada taomlar birin-ketin stolga chiqib kela boshladi. Avvaliga Kolslav salati keldi. Menejer yonimga kelib, tarkibi va ta'mi haqida tushuntirib berdilar. Keyin esa birinchi oshpazning o'zi chiqib, ularning asosiy taomlaridan biri bo'lgan brisket kombosini taqdim etdilar. Kombo tarkibida brisket, barbekyu sosiskalari, mol qovurg'asi, yonida esa Kolslav salati va 3 xil sousi bilan taqdim etishdi. Bu kombodagi asosiy qahramon 12 soat past haroratda maxsus ziravorlar bilan pishadigan brisket bo'ladi. Aynan shu jarayon go'shtni juda ham yumshoq, shirador va bo'laklari oson ajraladigan holatga keltiradi. Pishloqli sousli burger. Shef o'zi maxsus sirlarini qo'shib stolga qo'yib berishdi. Burger ustidan shef eritib bergan pishloq har tishlaganingizda go'shtni ta'mini yanada shirador qilib berar ekan. Keyingisi esa brisketli burger. Bu burgerda kotlet o'rnida aynan o'sha maxsus 12 soatli brisket qo'yilishi ta'mni yanada boyitishini sizga aytib o'tishim kerak edi. Taomlarning barchasini tatib ko'rdim. Go'shtlari juda ham yumshoq, souslari ham joy-joyida. Oxirida esa stolga amerikanskiy pirog chiqdi. Ichida olma jemi, ustida esa muzqaymoq bilan juda ham yoqimli yakun bo'ldi deb o'ylayman. Do'stlar, manzili Aloqa bankning shundoqqina yonginasida Rekas mehmonxonasining birinchi qavatida joylashgan.